F-aptekaning 1.4.3.2 yangilangan versiyasida nimalar qo'shilgan? Birinchi bo'lib, F-kassa sotuv jarayonida markirovka kodlarini ichidagi shtrix kodi shu doriga tegishli yoki yo'qligini tekshiradi. Masalan, pantenol aerozolni markirovka kodini uramiz skanerga. Bunaqa tovar yo'q deydi. Keyin pantenol dori vositasini nomini yozamiz. Pantenol aerozoli 58 gram mikrofarm bor, lekin markirovkasini urganda bu dori vositasini topib bermadi. Odatda bu dori vositasini korзинаga tushirib turib, mishkan o'ng tarafini bosib, Ctrl Enter yoki Ctrl M dan foydalangan holda markirovka kodi qo'shiladi. Добавить markirovka qilsangiz, endi markirovkani urganimizda ogohlantirish chiqadi. Ya'ni ushbu markirovka ichidagi shtrix kodi mahsulotga tegishli emas. Markirovkani ichidagi shtrix kodi F-aptekaga kiritilmaganligi uchun xuddi shu shaklda ошибка chiqadi. Buni to'g'rilash yo'li F-aptekaga kiriladi, spravchnik, medikamentga kiriladi, dori vositasini nomi yoziladi, kerakli dorini topasiz. Enter knopkasini bosasiz dorini topganingizdan keyin shu dorini markirovka kodini skanerga urasiz. Shundan so'ng markirovkani ichidagi shtrix kodini mahsulotni kartasiga tushadi va ushbu shtrix kodni saqlanib qilasiz. Shundan so'ng F-kassaga qaytamiz. Dorini o'chirib tashlaymiz. Endi ushbu dorini markirovka kodi bilan sotishga harakat qilamiz. Markirovkasini uramiz. Va pantenol dorisini tezlik bilan topib beradi. Bemalol bu dorini sotishingiz mumkin. Markirovka qatoriga 31 soni. F-aptekaga kirmasdan turib ushbu shtrix kodni qo'shib qo'yish mumkin. Buning uchun F-aptekadan o'sha kassirga ruxsat berilgan bo'lishi kerak. Ya'ni shtrix kodini qo'shish ruxsati berilgan bo'lishi kerak. Masalan, pantenol dori vositasini tanlaymiz, mishkan o'ng tarafini bosamiz. Ushbu qismda добавить shtrix kod degan funksiya qo'shilgan bo'lishi kerak. Добавить shtrix kodni bosganimizda sizda administrator tomonidan ruxsat berilmagan deb yozuv chiqadigan bo'lsa, F-aptekaga kirasiz, настройка, пользователи qatoriga kirasiz, kerakli kassirni topasiz, не может делать qatoridan добавить shtrix kod pravini o'ng tomonga olib o'tib qo'yasiz. Добавить shtrix kodga mishkan chap knopkasini 2 marta bosganingizdan keyin может делать qatoriga o'tadi va kassaga qaytib kirasiz. Обновить qilasiz. Endi pantenolga добавить shtrix kod qilsangiz, kichik oyna ochiladi va markirovka kodini urasiz. Orasidan kerakli shtrix kodini ajratib oladi. Bundan so'ng bemalol pantenol yoki boshqa turdagi dorini bemalol sotish mumkin bo'ladi. Ushbu chiqqan ogohlantiruvni o'chirib qo'yish ham mumkin. Ya'ni markirovkani ichidagi shtrix kodni mahsulot kartasidagi shtrix kod bilan solishtirmasdan desangiz, F-kassani yuqori qismida joylashgan настройкаga kiriladi. Yana настройкani bosasiz. Ochilgan oynaning eng oxirida kontrol yozug'i bor. Kontrol yozug'ini bosasiz. Проверка GT-in, ya'ni markirovkani ichidagi shtrix kodni programmadagi shtrix kodlar bilan solishtirish funksiyasi yoqilgan bo'ladi. Ushbu funksiyani o'chirib qo'yishga to'g'ri keladi. Agarda kontrol joyi seriy bo'lib qolib, bu funksiyani o'chirish imkoni bo'lmasa, F-aptekaga kiriladi. Настройка, пользовательga kirganda, kerakli pользователь topganingizdan keyin apteka настройка kontrol huquqini может делать qatoriga o'tkazib qo'yasiz. Mishkan chap knopkasini ushbu pravga 2 marta bosasiz va u o'ng tomonga, ya'ni qilishi mumkin bo'lgan ishlar tomonga o'tadi. F-kassada обновить qilasiz. Настройка, yana настройкаga kirasiz. Kontroldan проверка GT-in va tovarini o'chirasiz va saqlanib qilasiz. Bu funksiya o'chirilgandan keyin sizda hech qanday ogohlantirish chiqmaydi va mahsulotni markirovkasini ichidagi shtrix kodni programmadagi shtrix kod bilan solishtirmaydi. Ma'lum bir dori vositasi, masalan, Novocain dorisini sotayotganda unga natriy xlorni markirovkasini urish huquqini bermaydi. Bu funksiya markirovkalarni boshqa dorilarga biriktirib sotib olmaslik uchun xavfni oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan. Sitva aptekalarda sklad tomonidan o'zgartiriladi. Spravchnik medikamenti kerakli dori vositasini topib, markirovka kodini biriktiriladi, ya'ni uni orasida shtrix kodni ajratib oladi yoki shtrix kodini o'zini urish ham mumkin. Agarda
mahsulotni upakovkasidagi shtrix kod bilan markirovkani ichida shtrix kodi bir xil bo'ladigan bo'lsa, bundan so'ng skladdagi o'zgarishlar filiallarda ham ko'rinishi uchun har doimgidek pochtaga kirib отправить справочник qilingandan so'ng barcha filiallarga ushbu ma'lumotlar yetib boradi. Agarda добавить shtrix kodni biror bir filialni o'ziga qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda 10 ta 15 ta filial bo'ladigan bo'lsa, ushbu qo'shilgan shtrix kod faqat o'sha filialni o'zigagina amal qiladi. Masalan, birinchi filialda добавить shtrix kod qilib qo'shib qo'yiladigan bo'lsa, qolgan 10 ta filialda bu paydo bo'lib qolmaydi. Faqatgina bu shtrix kod birinchi filial uchun ta'sir qiladi. Ikkinchi filial, uchinchi filial va hokazo filiallar добавить shtrix kod qilganida ushbu shtrix kod faqatgina o'sha filialgagina tegishli bo'ladi. Bu shtrix kod haqidagi informatsiyalar skladga ham kelmaydi va boshqa filiallarga ham bormaydi. Keyingi yangilik, prihod qatorida загрузить Excel'ni yonida referent CNS Excel degan knopka qo'shilgan. Bosamiz. Ekranning o'ng tepa burchagida joylashgan открыть knopkasini bosamiz. Avtomatik tarzda ushbu fayl ko'rsatadi. Faylni tanlaymiz, открыть qilamiz. Загрузка to'liq bo'lgandan keyin X bosib chiqib ketamiz va отчет bo'limiga kiramiz. Отчет bo'limidan prognoz нарушения referentning цены tanlaymiz. Hech qanday sana qo'yilmaydi. Excelga o'giramiz. Excel ochilganda dori vositasining nomi, sizni aptekangizda nechta qolgani, hozirda sizni aptekangizda sotilayotgan narxi va 1-mart holatiga o'zgaradigan referent narxi. Ya'ni referentning ceni bu 1-mart holatiga Navazon dorisi 8234 so'm sotuv referent narxi hisoblanadi. Hozirda sizda 22300 so'm sotilyapti. Summa qatorida esa ushbu dori vositasini 1-martga qadar sotmaydigan bo'lsangiz, 14065 so'm zarar qilasiz degan summa chiqadi. Summa nechta upakovka bo'ladigan bo'lsa, umumiy o'shalarni hammasini summasini chiqarib beradi. Levomakdan ikkita pochka bor. 57100 sotilyapti. 1-mart holatiga 9402 so'mdan sotiladigan bo'lsa, ikkita pochkadan 95394 so'm zarar ko'rasiz va umumiy zararni ko'rish uchun Excel'ni eng pastki qismiga tushganimizda umumiy zarar ko'rsatadi. Agar sitvoy apteka bo'ladigan bo'lsa, chap tomonda filial qismida har bitta filial bo'yicha informatsiya ko'rsatadi. Bu informatsiyani горячий liniyadan oladi. Dorilarning hammasi alfabet tarzida taxlanmagan bo'lsa, naminamayna qismidagi strelkaga bosamiz, sortirovka A do'ga bosamiz va hammasini alfabet tarzida sortirovka qilib beradi. Naminamayna qatoridagi eltrasing yozuvi va naminamayna referentning ceni, bu naminamayna sizdagi bor dori, naminamayna referentning ceni bu Excel holatidagi yozuvi. Ya'ni bu narxlarning hammasi kerakli tashkilot tomonidan Excel variantidan olib yuklangani sababli ushbu doriga tegishlimi yoki yo'qligini bemalol tekshirishingiz mumkin. Ba'zi bir dori vositasining narxi keskin tushib ketgan bo'lsa, ushbu ikkala qatorni tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi yangilik Dimet tizimida bo'lgan. Agarda Dimet orqali yozilgan elektron retsepti srok o'tib ketgan bo'lsa, shu qizil rang bilan bo'yab qo'yadi. Dimet sistemasiga qo'shilgan yana bitta yangilik, ma'lum bir dorini sotayotganda odatda bu oynani yopib, asosiy oynadan markirovkani qo'shishga to'g'ri kelardi. Endi esa shu joyni o'zida qo'shish imkoniyati bor. Mishkan o'ng tarafini bosib, добавить markirovka yoki Ctrl M knopkasini bosgan holatda ushbu markirovkani qo'shish mumkin. Markirovka kodini urasiz. Agarda bir nechta upakovka bo'ladigan bo'lsa, har bittasini markirovkasini urishingiz mumkin. Zakrit bosamiz va asosiy oynaga chiqqanda markirovka ustunida 31 soni paydo bo'ladi. Buni bemalol sotishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi yangilik Alif to'lov tizimi bilan integratsiya imkoniyati ochildi. Alif to'lov tizimi bilan shartnomangiz bo'ladigan bo'lsa, F-kassa bilan integratsiya qilib, to'lovlarni qabul qilib olishingiz mumkin. Keyingisi Vipos, Simorq va shunga o'xshash onlayn kassa mashinalari bilan integratsiya qilinganda ma'lum bir chekni все chekiga kirib turib 2 marta yuborish imkoniyati oldin bor edi. Ya'ni ma'lum bir chekni tanlaysiz, uni yana Vipos yoki Simorq orqali yuboraman desangiz, bitta chekni 2 marta nalogiga yuborish holati bor edi. Endi farmatsevt kassirlarga ushbu chekni 2 marta nalogiga yubormaslik uchun to'siq qo'yish mumkin.
Buning uchun F-apteka dasturida настройка пользовательga kirganingizda kerakli farmatsevt пользовательni tanlaysiz. Apteka повторная отправка kkm не может делать qatorida turadigan bo'lsa, ushbu kassir налоgiga yuborgan chek, ya'ni fiskalizatsiya bo'lgan chekni ikkinchi marta налоgiga yuborish huquqiga ega bo'lmaydi. Agarda ushbu prav imkoniyatini ochib qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu pravni может делать qatoriga o'tkazib qo'yasiz va ushbu farmatsevt provizorda bitta chekka ikki marta налоgiga yuborish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin buni zapret qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu prav не может делать qatorida turishi kerak. Keyingi yangilik integratsiya qilingan VPOS va Simurg'larga bog'liq. Ya'ni ma'lum bir chekni onlayn kassa mashinasi orqali o'tkazmaydigan bo'lsangiz, ya'ni QR kodli chek chiqarmaydigan bo'lsangiz, ushbu ekrandagi yozuv chiqadi. Bu chek fiskalizatsiya qilinmayapti, ya'ni onlayn kassa mashinasi orqali o'tmayapti. Shunga rozimisiz deydi. Agarda ushbu chekni QR kodsiz chiqarishga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, ha ni bosasiz. Yanglishib bosib olgan bo'lsangiz, yo'q deysiz va ushbu chekni fiskalizatsiya qilasiz, ya'ni QR kodli chek qilib chiqarib berasiz. Har bitta налоgiga yuborilmagan, ya'ni QR kodsiz chiqayotgan cheklarda ushbu ogohlantirish endilikda chiqadi. Keyingi yangilik проверка оплаты. Проверка оплаты настройка bo'limidan yoqib qo'yilishi mumkin. Настройка дополнительный kirganda проверка оплаты qismiga galочка qo'yamiz va saqlanib qilib qo'yamiz. Bu nimaga kerak bo'ladi? Ma'lum bir dorixonalarda alohida kassir bo'ladigan bo'lsa va qolgan farmatsevtlar faqatgina dorini yig'ib berishadigan bo'lsa, ushbu funksiya kerak bo'ladi. Kerakli dorini farmatsevtlar yig'ib bo'lgandan keyin ushbu chekni отложить chek qilinganingizdan keyin ekrandagi holatdagi chek chiqadi. Ushbu chek bilan mijoz kassirning oldiga boradilar, kerakli to'lovlarni to'laydilar va bu chekka pul to'ladilarmi yo'qmi bilish maqsadida shu chekni olib turib, o'zingizni kassangizda siz tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi qo'shilgan yangilik reyestr lekarstv bo'limida bo'ladi. Ma'lum bir dorini shot faktura nomer yordamida qidirayotgan bo'lsangiz, reyestr lekarstvidan kerakli dorini topasiz, istoriyasini ochasiz, prihod qismiga kirasiz va prihod qismida поставщик qatorining yonida nomer shot faktura qatori qo'shilgan va siz shot faktura nomerlarini yozgan bo'lsangiz, ushbu shot faktura nomerlari orqali siz o'zingizga kerak bo'lgan shot fakturalarni bemalol ajratib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi qo'shilgan yangilik shot fakturani aktivatsiya qilish jarayonida ma'lum bir dorilarni referent narxi bo'ladigan bo'lsa, ushbu referent narxli dorilar retseptli dori vositasi hisoblanadi va ushbu dorilarning yozig'i jирный kursorda, ya'ni qalinroq kursorda bo'ladi. Va ushbu yozuvni eng oxirida va retsept qatorida galочка tushadi. Qaysi dori vositasini referent narxi bo'ladigan bo'lsa, ushbu dori vositasi jирный kursorda ko'rinadi. Keyingi yangilik Exceldan prihod qilish jarayonida qaysidir dori vositasini narxi, ya'ni kirim narxi aptavikka mo'ljallangan referent optimdan oshib ketadigan bo'lsa, qizil rangga bo'yab ko'rsatadi. Akridoferon dori vositasini optim narxi 97.661 so'mgacha optimda sotish mumkin, lekin siz sotib olgan narx 98.000 so'mni tashkil qiladi. Shunda buni qizilga bo'yab qo'yadi. G baralginni ko'rsangiz 33.680 so'mgacha aptaviklar, ya'ni distribyutorlar sotishi mumkin. Lekin sizga kelib tushishi 40.000 so'm. Aptavika distribyutorlar o'zligiga mo'ljallangan referentdan baland narxda sizga tovar sotishadigan bo'lsa, ushbu holatni Excelga prihod qilish jarayonida ko'rishingiz mumkin bo'ladi va tepada joylashgan filtrlar yordamida ham ushbu dori vositalarini ajratib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi versiyada narxlarni NDS bilan tekshirishga mo'ljallangani uchun qaysidir поставщикlar bizni NDS narxda beradigan bo'lsa, bu narxda tafovut bo'lishi mumkin. Buni keyingi versiyalarda to'g'rilaymiz. Hozirgi tekshirish jarayoni distribyutor sizga NDS qo'yilgan holatda narx taqdim qilgan bo'lsa, ushbu holatda tekshiradi. Keyingi yangilik обычный, ya'ni oddiy F-Summary ga ham F-Summary Gold'dagi filtrlar qo'shilgan. Bunda qo'shilganlar продажа 180 kun, top 500, monitoring, по сумме продажи, не заказывают va dorilarni optim referent narxi va sotuv referent narxlarini ko'rsatish qo'shildi.
Keyingi yangilik inventarizatsiya uchun mo'ljallangan F-Inventory programmasida pastki qismida kerakli filtrlar qo'shildi. Bunda nedostachani alohida, izlishkalarni alohida ajratib olishingiz imkoniyati bo'ladi. Keyingi yangilik F-Apteka va F-Globalda joylashgan отчет оборотный ведомость по партиям отчетida kerakli organizatsiya, ya'ni kerakli поставщикka tanlash imkoniyati qo'shildi. Bunda organizatsiya yozig'ini yonida joylashgan kitobchani bosasiz va sizga kerakli bo'lgan поставщикni tanlaysiz, Excelga o'girasiz. Bu отчетda sizga kerakli поставщикni alohida ajratib beradi. Ushbu отчет F-Global dasturida ham qo'shildi. Kerakli organizatsiyani tanlaysiz, оборотный ведомость по партиямni tanlaysiz, kerakli muddatni tanlaysiz va kerakli filialni tanlaganingizdan so'ng ushbu отчетni Excelga o'girib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.